Banda qanchalik ko'p gunoh qilsa, Alloh azza va jalla u bandani bandalar orqali jazolaydi. Agar yigitlar ayolim itoatsizlik qilyapti deyotgan bo'lsa, bomdodga tursin-da o'sha yigitlar. Shuning uchun biz ayollarimiz bizga itoat qilishi, farzandlarimiz bizga itoat qilishi, o'g'lim namozingni o'qi deganda xo'p bo'ladi deyishi uchun biz o'zimizdan shakllantira olishimiz kerak. Qachon banda Allohga qaytsa, "Ey Robbim, men keldim" desa, Alloh taoloning eshigi har doim ochiq u banda uchun. Hech qachon yopilmaydi. Bitta eshik hech qachon yopilmaydi. Qolgan har qanday eshik yopiladi. Manaman degan xotandoy do'stingizni eshigi yopiladi. Qarindoshingizni eshigi yopiladi. Manaman degan haqiqiy yordamchilaringizni eshigi yopiladi, lekin Alloh azza va jallaning eshigi hech qachon yopilmaydi. Taqqillatilsa albatta u eshik ochilaveradi. Ertalabki namozga turing. Eng namozlarni xirozi mana shu bo'ladi, bomdod bo'ladi. Insonni shijoatli qiladigan namoz bomdod namozi bo'ladi. Qolgan namozlar ham batariqa avlo. Biz bomdodning fazli, ertalabki zikrlarning fazli haqida gapiryapmiz. Agar yigitlar ayolim itoatsizlik qilyapti deyotgan bo'lsa, bomdodga tursin-da o'sha yigitlar. Bomdodga jamoatga chiqsin-da o'sha yigitlar. Qaytayotganda ikkita issiq non bilan ozginagina qaymoq ko'tarib kelsin-da. Agar o'sha ayol itoatsizlik qilayotgan bo'lsa, u o'zi yolg'onchi bo'lib qoladi. Chunki Allohning itoatida turgan erkakka ayol itoatsizlik qilmaydi. Ulamolarimiz so'zlari, Ali Tantovining so'zlari mana shu, Tahonaviyning so'zlari mana shu. Juda ko'p ulamolarimiz aytgan yo'l mana shu. Tahonaviy aytganlar, "Men Robbimga osiylik qilayotganimni ayolim menga osiylik qilishidan bilaman" deganlar. Qachonki ayolim menga osiylik qilsa, bilamanki o'sha kuni men Robbimga gunoh qilgan bo'laman dedilar. Banda qanchalik ko'p gunoh qilsa, Alloh azza va jalla u bandani bandalar orqali jazolaydi. Eng yaqinlar orqali jazolaydi. Farzandini itoatsiz qilib qo'yadi. Farzandini qanaqadir betavfiqroq qilib qo'yadi. Uyalmaydigan, hayosiz qilib qo'yadi. Hamma narsaga zo'r shijoat, lekin ibodatga, dinga kelganda shijoat nol bo'lib qoladi. Nima uchun desa, ota u aybni o'zidan qidirish kerak bo'ladi. Ota agar shijoatli bo'lsa, ibodatda g'ayratli bo'lsa, namuna bo'lsa, andoza bo'lsa, ayoli itoatli bo'ladi. Ayoli hech qachon Allohga itoat qilayotgan erga itoatsizlik qilmaydi. Buni ulamolarimiz aytishdi, buni olimlarimiz aytishdi. Demak, ayollar itoat qilishi uchun erkaklar Allohga itoat qilishlari kerak. Kim itoat qilsa, albatta unga ham itoat qilinadi. Kim itoat qilmasa, unga ham itoat qilinmaydi. Ko'ring, gunoh qilib, ma'siyatda yurgan bola kelib turib sizga amri ma'ruf qilsa, sizni jahlingiz chiqadi. Oldin amal qil, keyin gapir deysiz. Endi ayolga siz aytsangizki, erga itoat qilish vojib, ota-onamga qarashing vojib, sen meni qornimga chiroyli ovqatlarni qilib berishing vojib, meni roziligim bilan jannatga kirasan deyaversangizda, lekin Allohga itoat qilmasangiz, u ayol nima deydi? Oldin amal qil, keyin gapir deydi. Og'izda emas, qalbida aytadi. O'sha qalbida aytgani unga itoatsizlik bo'ladi. Shuning uchun biz ayollarimiz bizga itoat qilishi, farzandlarimiz bizga itoat qilishi, o'g'lim namozingni o'qi deganda xo'p bo'ladi deyishi uchun biz o'zimizdan shakllantira olishimiz kerak. Hammamiz, o'zimiz ham bu oyatda, hadisda, ulamolarimizning so'zlarida keltirilgan eng katta biz uchun bu ibrat. Shuning uchun ulamolarimizni ko'plari aytishadi-da, bu Unvonul Bayon kitobida ham keladi. Ulamolar aytishadiki, erkak kishini ayolni oldida obro'si tushishiga eng katta sabablar bor deyshadi. Eng katta sabablar bor. Ko'pchilikdan so'rasangiz bu sabablarni eri mol dunyosi kamaygani uchun ayol itoatsiz bo'lib qoladi deyshadi. Ba'zilar er zaiflashgani, qarigani sari ayol unga itoatsiz bo'lib qoladi deyshadi. Lekin ulamolar buni boshqa yo'ldan aytishadi. Ayol eriga itoatsizlikka eng katta sabab er bomdodga uxlashida deyshadi. Shu dalil qilib keltirishadi, subhanalloh. Qarasangiz haqiqatda bomdodga uxlaydigan, bomdodda qachon oxirgi marta o'qiganini esdan chiqarib qo'ygan yigitlar, jamoatga qachon chiqqanini esdan chiqarib qo'ygan yigitlarni ko'rsangiz, doim g'amda, tashvishda, juda chiroyli to'ylar qilishadi,
juda katta restoranlarda qilishadi. Ming dollarlarni sarflashadi to'yga. Lekin 10 kun, 15 kundan keyin qalbda halovat yo'q. Nima uchun? Axir hammasi joyida edi-ku. Hammasi chiroyli bo'lgan edi. Hamma pullar sarf qilingan edi, kazo insonlar kelgan edi, xatm Qur'onlar qilingan edi, duolar qilingan edi. Hammasi joyida edi, lekin nimaga to'ydan keyin bunaqa holat? Deyilsa, Alloh bilan bandani o'rtasi uzilib qolgandan bo'ladi bu. O'shaning uchun biz atrofdagi insonlar bilan munosabatimiz to'g'rilashimiz, ularga gapimiz ta'sirli bo'lishi, farzandimizga, ayolimizga, og'aynimizga, atrofdagi yaqinlarimizga gapimiz ta'sirli bo'lishi uchun avvalo o'zimiz amal qilishimiz kerak. U amal nima bilan bo'ladi desa, Allohga qaytish bilan bo'ladi. Qachon banda Allohga qaytsa, "Ey Robbim, men keldim" desa, Alloh taoloning eshigi har doim ochiq u banda uchun. Hech qachon yopilmaydi. Bitta eshik hech qachon yopilmaydi. Qolgan har qanday eshik yopiladi. Manaman degan xotandoy do'stingizni eshigi yopiladi. Qarindoshingizni eshigi yopiladi. Manaman degan haqiqiy yordamchilaringizni eshigi yopiladi, lekin Alloh azza va jallaning eshigi hech qachon yopilmaydi. Taqqillatilsa albatta u eshik ochilaveradi. U eshik berkitilmaydi. Banda qachon Robbisiga borsa, Robbim shuncha gunoh qildim, ma'siyat qildim, namozlarga o'qiladim, beparvo bo'ldim, halol harom farqiga bormadim vaqtida, birovlarning haqqiga xiyonat qildim, lekin bugun tan oldim, qaytishim baribir seni huzuringga ekan. Baribir bir kun o'lar ekanman. Endi o'sha o'lishimdan oldin bugun seni huzuringga qaytib oldim. O'zing kechir degan kunidan boshlab Alloh taolo uni kechirib yuboradi. Faqatgina o'sha gapida tursa bo'ldi. Va tubu ilallohi jami'a ayyuhal mu'minun. Ey mu'minlar, hammangiz Allohga qayting deydi. La'allakum tuflihun. Shoyatki shunda najot topsangiz deydi. Demak, najot topishimiz, qalblar orom olishi bitta yo'l. Robbimizga shundoq qaytgan kunimizdan boshlanadi. Ibodatga qaytgan kunimiz, halollikka qaytgan kunimiz, birovlarning haqqini yemaslikdan o'zimizni tiygan kunimizdan boshlab Alloh bizning qalbimizga iymon halovatini beradi. Va bu halovatni butun dunyo mol-mulkiga almashtirgingiz kelmaysiz. Fuzayl ibn Iyos rahmatulloh alayh eng katta tobiinlardan. U shunday tobiin bo'lganlarki, u kishi butun insoniyatga u kishining taqvolari o'rnak bo'lgan. Lekin mana shunday taqvoda o'rnak bo'lgan kishini oldingi hayotiga bitta nazar solamiz ibrat olish uchun. Qaroqchi bo'lgan u kishi, yo'l to'sar bo'lgan, odamlarni urib pulini olib qo'ygan. Odamlar o'sha turgan joydan o'tolmagan. U ko'chalarga, sahrolarga turib olar edi. Fuzayl ibn Iyos o'tgan karvonlarni talon-taroj qilar edi. Karvonlar Fuzayl ibn Iyos desa hammasi cho'chirdi, qo'rqirdi. Bir kuni shu Fuzayl ibn Iyos biz iymonga kelishlardan, ya'ni taqvoga kelishlardan oldingi hayotlarini ibrat uchun o'rganyapmiz. Bir kuni bitta qizni yaxshi ko'rib qoladi shu kishi. U qizni shu qadar yaxshi ko'rib qoladiki, telida majnun bo'lib qoladi uning ishqida. Va o'sha qizni uyiga kechasi bormoqchi bo'ladi. Kechasi borib devordan oshayotganida qo'shni hovlida bitta oyat tilovat qilinayotgan bo'ladi. Fuzayl ibn Iyos o'sha oyatni eshitib qoladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Mu'minlarning qalblari Allohning zikri uchun qo'rqadigan payt kelmadimi endi deydi Alloh azza va jalla. Endi Robbilariga qaytadigan, Robbilarini zikr qiladigan, Robbilari uchun yashaydigan paytlari kelmadimi degan oyatni eshitib qoladi. Va o'sha joyda Fuzayl ibn Iyosning yoshlari to'kilib, "Ey Robbim, vaqt keldi. Fuzayl endi seni huzuringga qaytadi" deb o'sha devordan tushib to'g'ri choyxona tarafga qarab boradilar. Choyxonada bir qancha karvondagilar insonlar o'tiradi, savdogarlar. Aytishadiki, ertalab yo'lga chiqamizmi deyishadi. Fuzayl uni u yoqdan nariroqdan eshitib turgan bo'ladilar. Yondagilar yo'q, kechqurun chiqamiz. Nimaga? Chunki ertalab chiqsak yo'lda Fuzayl degan qaroqchi bor. U bizni karvonlarimiz tortib qo'yadi degan gapni yana Fuzayl eshitib qoladilar. Va ularning oldiga chiqib, "Ey mu'minlar, Allohga qasamki, sizlarni guvoh qilib aytaman, bugun gunohlardan qaytdim." Fuzayl tavba qildi. Endi Fuzayl oldingi Fuzayl bo'lmaydi. Endi Allohga qasamki, haramdan Fuzayl chiqmaydi deb Makka ga borib, o'sha joyda ilm bilan, o'sha joyda taqvo bilan mashg'ul bo'lib, Fuzayl ibn Iyos rahmatullohi alayhi bo'ladilar. O'sha kishining hayotlarini bir o'qingda kitoblardan. Insonga juda katta ibrat hayotlari bor. Oldingi hayotlari ham,
keyingi hayotlari ham. Bu joydan oladigan ibratimiz shuki, kech emas hali. Kech emas. Jon halqumga kelgunga qadar Alloh taolo bandani tavbasini kutib turadi. Banda tavba qilsa Alloh shunday sevinadi. Juda qattiq sevinadi. Lekin banda o'sha Allohni sevintiradigan ishga qayta olmaydi. U qayta olmaslik bandani ishda emas, Alloh taolo uni qalbini muhrlab qo'ygan chatoq bo'ladi.